Hozir zo'r deganga qanday ma'noga aytyapsiz? Polni kraskaki mashina. Xo'p, aka, xo'p. Nech pul deyapsiz narxini? Ye? Bu Lacetti'dan narxi oshsami yo o'zi oshib ketami buni? Bu narxi ham oshib ketyapti Lacetti'da. Jon aka, qo'rqitmang faqat. Arz qilyapsiz. Lasettisi qanaqa qo'yilgan? Ko'rdim aka. 235 ming yurgan. Aka, mashinangizni ko'rib chiqdim. Polni kraska. Bitta yaxshi tomoni stoykalari butun ekan hali. Qolgan tomonlama bunda maqtayotgan joyi yo'q. Propan. Yaxshi yuradi. Benzinda ham yuradigan qilingan. Benzinda ham yuradi. Qarang, men sizga ozroqgina tushuntirib o'taman. Ijtimoiy tarmoqdan faol emassiz, uncha ko'rmaysiz. Bitta narsa, aka, bularning narxi 7 milliondan boshlanib 13 millionga borib to'xtab qoladi. Yaxshisi 13 millionga to'xtaydi, yaxshisi. Uning uchun yaxshi bo'lish kerak. 7 milliondan boshlanadi. Ha? Bundan ham zo'r bo'lishi kerak. Ha, bundan ham yaxshiroq bo'lish kerak. Hech bo'lmasa bir yarim tomon radnoyroq turish kerak-da. O'shanga aytayapman, narxni hozir ancha baland aytdingiz. Aka, tushuntirgan yaxshi-da sizga. Hozir savdo qilib qo'ysam, tushuntirmasiz so'rasam, xuddi bir hozir men o'zim boshqacha bo'lib ketdimki, narx aytganingizga. Hozir men so'rasam, siz ham boshqacha bo'lib ketasiz. Chingimda. Bozor. Maydalashmayman. Aka, ismingiz nima edi? Abduqodir ismi. Abduqodir aka, omon bo'ling. Jiyanchanmi? Kattasi. Nechinchi yilsiz o'zingiz? 94-yil. Iye? Ha aka. Yosh ekansiz-ki hali. Nima sizni bunda 2000-yilga o'xshatgan qilib qo'ydi? Mana shu Nexia-da. Hamma gapga qo'shilsa bo'ladi. Omon bo'ling, Abduqodir aka. Qarang, bo'ladi desangiz maydalashmayman. 10 million so'mga bering, olib qolaman. Stoykalar bus-butun ekan lekin. Qimmatroq oluvdingizmi? Endi narx-navoki endi qimmat payti bo'lgan. Abduqodir aka, hozir dayvon narxi ancha tushdi-da. Dadam bilan Ha. qimmat olganmiz. Endi hozir narx-navo ancha tushib ketdi-da. Shunisi ham bor. Qarang, qozondicha hammasi tushdi. No'xati ham tushdi, karami ham tushdi, go'shi ham tushdi. Endi u qaynayapti. Iloji yo'q, bittasini yaxlatib bo'lmaydi. Hammasi qaynaydi. Bu degani ko'pga kelgan to'y, narxlar tushdi, unga hamma chidash kerak endi Abduqodir aka. Men ham xohlayotgan joyim yo'q, lekin narxlar tushib ketyapti-da. Jon aka. Va alaykum assalom qizim. Assalom. Ona qizim qandaysiz? Yaxshi. Kuzatib borasanmi qizim? Ko'zingni tut. Katta qizmi, xo'p? Necha kirding? 2-sinfman. 2-sinf. Kara yodladingmi qizim? Bir oymi 2 oyim bormaganimga esimdan chiqib ketdi. Ha, shunday lekin. Nimaga kelding? Tomoshaga keldingmi qizim? Telefondan dadang qo'yib beryaptimi? Ko'ryapsan. Men ham sen akang bo'laman bo'lsa, xo'p, qizim? Omon bo'l. Shu kara-karani sen men qara, sal nima qilib tur, unsa ashna esingdan chiqib ketadi-da. Endi umr o'tyapti-da, seni ham kallangni ayamabdi-da, qizim. O'zi 3 oy bo'libdi deyarli. 3 oydan beri sen qaraganing yo'q kara. Ayb sanga emas, kara bo'lyapti-da hozir shunga, to'g'rimi? Sen kallangga turmagani uchun ayb kara. Mayli qara, bitta kara so'rayman, qiyin emas. 2 kara bir necha? 2 kara emas. Ha. Bir karada 2 kara bir yo'q-ku. 2 kara 2 bu. Malades, topding mana. Seni esingga ekan hali ham, bor qizim, ona qizim. Sen esimdan chiqdi dema. Ha, bo'lamanda. Aka, hayot shular bilan-da. Shunday. Qarang, shirinlik. Nasrayna odamzodga tushib ketadi-ki, emotsiya ham hayotga ishga borib, ishlar nimadir bo'ladi, hamma bo'ladi-ki. Menga ham bo'ladi-da, aka.
Men sizda akalar kelib mana shu narxini baland aytaveradi, настроением tushib uyga boraman. Shunday ballalarim bilan ozroqgina gaplashaman, shunday ko'tarib beradi настроениемni. Shuning uchun bachcha shohda. Hol men настроением tushiryapsiz, sezilyapti. Akajon, jon aka. Uncha narx olmaydi. Nech pul bo'lsa berasiz. Keling bir aytib ko'ramiz. Bo'ldi, ketganni o'ylamang, ketdi aka. U narxlar o'tib ketdi demoqchiman-da. U vaqtga siz ham men ham qayta olmaymiz. Ilojimiz yo'q, qo'limizdan ham kelmaydi. Jon aka, kelishtirib bir narx ayting, aytib ko'raman. Men olmasam el olar aka. Sizda aytganingiz bo'yicha hozir eng zo'rlari 13 million deyapsiz. Shunday. Unga to'g'ri kelmaydi akajon. Sizga nech pulga to'g'ri keladi? Siz o'zingizga to'g'ri kelayotganini ayting. Men aytayotgan to'g'ri kelmaganini Men sizda. o'zimga bu 40 millionga tushib ketganman. Ya yana endi qarang, o'tganga qaramaymiz, jon aka. O'tgan narsani eslamaymiz. Borini ayting. Mashinchalar bo'lsa, ukajon yoki akajon sotaman mayli deng. Menga to'g'ri kelmadi-ki, elga aytib ko'raman, balkim kimdir olar. Misol hozir men Gentra aka menga to'g'ri kelmadi, 105 million so'radim. Akamning ko'ngli 123 ekan. Prosta endi yo'q aka chiqib ket demayman. Aytaman o'sha narxda ham baribir. Chunki pul men sizga ham olganizcha tikmaganman. Bir so'm kuymagan. U akaga ham kuymagan. Sotuvchini ham haqqi bor. Menga keldi degan yo'q, majburdan Akmal oladi degan joyi yo'q. Savdolashib ko'raman, to'g'ri kelsa olaman aka. Mani bugun endi Allohning bergani bu ham. Bugun endi juda ko'p mashina baland aytib kelyapti. Xo'p, shunday kun ekan bugun. Erta yaxshi kun bo'ladi. Oyda 15 qarong'i bo'lsa 15 yorug'. Erta bir arzonroq sotganlar ham kelardi aka. Akmal aka bitta ko'ring shu hech bo'lmasa olgan pulimga sotay bo'lmasa o'zim bilan. Olgan pulingiz nech pul bo'lgan? 5 millionga olganman, keyin sidena qo'yganman, balon qo'yganman. Bir guring aytay aka, mayli. Joningiz sog' bo'lsin. Hadisangiz aytib ko'raman. Hech bo'lmasa 20 ham deng aytib ko'raman ko'ngil uchun. Hech bo'lmaganga. 20 ham bizga og'irlik qiladi. Unday demang. Qarang, agar 20 ya shu mashinani shu kun shaqqa sotsangiz, ishoning bir ikkovimiz do'st bo'lib qolamiz nasib. Shunday. Aka yaxshi sotgan ekanman, zo'r sotgan ekanman, zo'r pulga sotgan ekanman deb. O'tsam ham, qaytsam ham shu gapni bir sizdan eshitaman aka ko'rishib qolsam. Chunki sizni uyingiz tomondan ko'p o'taman. Bir jigarni yarmini o'sha yoqqa berganmiz dedimki. Opa jigardan bo'ladi-da. Shunday. Ha, bir jigarimni yarmi sizni ko'changizga turibdi. Baribir boraman ko'chaga. O'sha uchun aytayapman, jon aka. 20 ham deng aytib ko'raman. 25 qiling. 25 ga qo'yib bering shuni. Xo'p, akalar ko'ringlar. 98-yil, 99-yil Nexia 1 soni Scrambler. Lux bez konditsioner. Metan gazi bor, pol nasljit bo'lgan, lekin stoykalari bus-butun turibdi. 25 million bo'lsa beraman deyapti ega. Agar kimgadir to'g'ri kelsa, meni egani o'zi. Meni savdom bilan sal to'g'ri kelmadi. Lekin akani ko'ngillari 25 ekan, balkim kimgadir to'g'ri kelib qolar. Kimgadir to'g'ri kelsa ko'rsin. Yana ham 1 so'm, yarim so'm bo'lsa, egani o'zi sherga gaplashib ko'rsa bo'ladi. Aka bizdan xafachilik yo'qmi? Rahmat. Hurmat uchun rahmat aka. Charchamang.